Imom Ahmad ibn Hanbal vafot etganda o'g'li turadi oldida, Abdulloh. Bir hushidan ketadi, Imom Ahmad bir o'ziga keladi. Ancha yotadi-da o'ziga keladi-da, hali yo'q deydi, yana hushidan ketadi. Yana ozgina turib o'ziga keladi, yo'q, hali yo'q deb o'zidan ketadi yana. Yana o'ziga kelganda o'g'li nima deyapsiz dada? Nima deyapsiz? Hali yo'q deyapsiz. Bolam, bilmayapsanmi nima bo'layotganini? Yo'q, bilmayapman dedi. Uyda burchagida iblis turibdi, shayton. Bilasizlar, Imom Ahmadning ustida qanaqa fitnalar bo'lgan. Barmog'ini ishlab turibdi iblis. Ahmad, qutulib ketding ha? Ya'ni shuncha tuzoq qo'ydim, shuncha azoblarga qo'ydim, shuncha fitnalarga soldim, haqda turib qutulib ketding ha meni fitnamdan deganida aytayapman, yo'q, hali yo'q. Hali jonim tanamda turibdimi? Ruhim tanamda turibdimi? Hali fitnadan omonda emasman deyapti. Ma'qulmi? Shuning uchun birodarlar, har kuni biz mana shu narsani esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Dunyo fitnasi, ayollar fitnasi, mansab fitnasi, qo'yingki fitna to'lib yotibdi. Alloh o'zi panoh bersin.